1 milliondan ziyod olim, ulamo, vali zot ko'milgan qabristonni bilarmidingiz va u qayerda? Keling bu haqida gaplashamiz. Samarqand shahri bu avliyolarni, olimlarni, valilarni ilm yurti desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning bir misoli Chokardiza qabristoni. Hozir biz turgan joy ana shu Samarqandning mashhur qadimiy joyida turibmiz. Imom Al-Moturidi hazratlarining ziyoratgohining yonida. Bu joyda qadimda qabriston bo'lgan va 1 million 400 mingdan ziyod ulamo, olimlar, shahidlar mana shu joyda ko'milgan. Keyinchalik bu joyda alohida bo'lim tashkil qilingan. U joyda mujtahidlik darajasiga, juda ulug' ilm darajasiga yetishgan katta olim bo'lganlardan faqatgina Muhammad ismida bo'lganlar mana shu qabristonda, mana shu qismida, biz turgan qismiga ko'milgan. Buni bittasi Imom Moturidi, ya'ni ismlari Abu Mansur Muhammad bo'lganligi uchun bu qabristonda ko'milishga ruxsat berilgan. Sohibul Hidoya kitobi butun hozir musulmonlarni ishlatadigan eng mashhur fiqh kitobi. U kishining yozuvchisi Burhoniddin Al-Marg'inoniy bobo kalonimiz bu qabristonga ruxsat berishmagan. Nima uchun? Sababi ismlari Burhoniddin bo'lgani uchun. Muhammadlar uchun bu joy tashkil qilingan. Xullas 20 gektardan ziyod qabriston bo'lgan. Shohizinda majmuasidan bu taraf Registongacha bo'lgan majmua qabriston bo'lgan. Keyinchalik Sovet ittifoqi kelib, bu tariximizni bilmasligimiz uchun, ajdodlarimizni bilmaslik uchun mana shu joyda buzib tashlashgan. Butun qabristonlar, butun tarixiy obidalar birontasidan asar ham qolmagan. Nima uchun? Millatimizni tarixidan o'zishlik uchun. Shunaqangi ulug' joyni yo'q qilishgan. Nima? Yana yo'q qilishdan tashqari ustiga yahudiylarga, jo'gi, lo'lilarga uy-joy qilib berishgan. Xudoga shukrki, mana mustaqil bo'ldik. Davlatimiz tarafidan ziyoratgohlarimiz asta-sekin tiklanmoqda. Mana bu tarafda oldinlari kelganimda to'g'rida qarang, hozir masjid, yana ziyoratgoh, eski nimalari qurilmoqda. Eski istishomiga yana qaytmoqda. Alhamdulillah. Davlatimizni bu qiladigan ishlaridan Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni bundan ham yaxshi ishlar qilishni niyatimiz. Qarang, mana shu joylarimizni bilishligimiz, kelishligimiz, ko'rishligimiz, ziyorat qilib farzandlarimiz, yaqinlarimizga ulashishligimiz kerak, bilishimiz kerak. Shunaqangi yurtimiz ilm, ma'rifat yurti bo'lgan. Haqiqiy dinga xizmat qiladigan olimlar, dunyoga xizmat qiladigan olimlar, osmon va falakiyot, yer va ko'k, matematikami deysiz, astronomiya deysizmi, hammasini imomlari, ulug'lari, olimlari yurtimizdan bo'lgan.